Ready? Yep. Wow, yaqinlar, mana sizlar uchun ikki xil variantini olib kelib qo'ydim. Mana bunisi o'tgan safargi varianti, uncha ishlamagan varianti. Bu safar buni chuqurroq hovuzga qo'yib va quyoshdan, mana quyosh tushib turgan joyga qo'yamiz. Qanaqa ishlaydi ekan? Va bunisi bo'lsa yangi olib keldik. Chiroqli, yonadigan, svetlari bor holatdagi. Qarang, buni hozir ochib ko'ramiz, farqini ko'ramiz va ikkalasini ham bugun xudo xolisa sinab ko'ramiz. Wow. Mana LD'lari bor bunisini. Bismillah. Bunun orqalari ham boshqacha ekan. Adashmasam bu zaryad olish kerak. Mana bulari cho'kib ketmasligi uchun to'k, machalka qilgan mana. Suvda turish uchun. Bugun xudo xolasa bularni hovuzga olib chiqib, chuqurroq suvga va quyosh tushib turgan joyga olib chiqib sinab ko'ramiz. Keyin uyga olib kelib vannaga qo'yib ko'ramiz. Vannada qanaqa ishlaydi? Mana yaqinlar, mana ikkalasi ham o'zi mana zaryad olish boshladi. Mana bunisi o'zi mana ovoz chiqarib ishlayapti mana. Quyoshga o'zi reaksiya beryapti. Va bunisi lekin hali indamadi to'g'risi. Nimagadir bilmadim, ishlamayapti, lekin bunisi mana ovoz chiqarib ishlayapti. Hozir menimcha suvga solamiz, hozir zaryad olsin, suvga solib hozir ko'rsataman ishlashini. Xo'p yaqinlar, endi bunisini sinashni boshlaymiz, mana kattarog'idan boshlaymiz. Qarang. İşte davom etyapti, qarang, bismillah. Ketdi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Bu safar cho'ta qat qilyaptimi? O'tgan safar tupurgandi, bu safar qat qilyaptimi bu? Qarang, qarang, qarang. Mana quyoshga qaratamiz. Wow, ko'ryapsizmi? Quyoshga qaratsam yana ham yaxshi ishlayapti. Wow, maşallah. Wow. Dahshat, ishlayapti mana bir chiroyli. Mana to'g'ri qaratib ko'rsam, tepamizda quyoshning yo'qligi uchun pasayyapti kuchi. Mana hozir quyosh bu tomon turibdi. Mana quyoshga qarataman. Mana sizga holat, siz ko'ryapsizmi? Ishlashini ko'ryapsizmi? Keyinlar endi narigisini olamiz. Bunisini olamiz. Bunisini endi LD'lari bor, svetlari bor. Buni endi svetini ko'ra olmaymiz afsuski, lekin buni plyus tomoni bu zaryad olib ishla olar ekan. Bundan farqli yo'lroq bu zaryad ola olar ekan o'ziga quyoshdan. Bu masalan quyoshga tushsangiz ishlaydi bunisi. Bunisiga farqi yo'q ekan. Quyoshdan zaryad olsa kuni bo'yi yoki shunaqa meni bilishimcha keyin bu ishlar ekan. Shuning uchun men buni xudo xolasa vannaga solib, vannaga qo'yib ko'ramiz. Vannada qanaqa ishlayotganini tekshiramiz buni. Ishlashdan to'xtab qoldi. Tiqilib qoldi, qarang. Axlatga yana qo'yib qoldi. Tiqilib qoldi hozir. Mana endi ishlaydi. Ana axlat tiqilib qolgan ekan orqasiga. Qarang. Nima bo'ldi endi? Tagiga vibratsiya bo'lyapti, lekin ishlamayapti. Ketadi. Qarang. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Oo! Nihoyat ishladi. Yaxshi. Mana ko'ryapsizmi, kuni bo'yi zaryad olgan quyosh panelida mana. Kechqurun mana ishlayapti endi. Hech qanaqa quyosh yo'q. Tashqari qop-qorong'i. Endi chiroyli. Ajoyib narsa. Qo'ying lekin. Quyoshdan zaryad olib, kechqurunda ham ishlayapti mana shunday. Ajoyib narsa ekan. Kichikroq bo'lgan haligi gulzorlarga boshqaga qo'ygani menimcha yaxshi ideya. Kechqurunda shundan 5 ta 6 ta gulzorlarga qo'ysa, nazarda chiroyli turadi. Keyin bundan sal kattaroq razmerlari ham bor. Internetda men kichikroq olganman. Bundan kattaroq razmerlari bundan ham yaxshi ishlaydi. Ularni bu chekalari ham yonadi mana. Bu chekalari ham yonadi. Bunaqa joylarda ham svetlari bor, LD'lari bor. Ular yana ham quvvatli ham ishlashi ham bundan kuchliroq ancha. Bu masalan buncha o'tayotgan bo'lsa, u ko'proq suv chiqishi mumkin. Qarang, hech qanaqa zaryad qiladigan joyi yo'q-da buni.
Voy Xitoyliklar, tilim tinchimagan Xitoyliklar. Bular nimalar yaratyapti ya? Shu narsani bir 10 yil, 20 yil oldin ko'rganingizda, tepada yashaydigan o'zga sayyoralarni noto'g'ri tushib qoldi deb o'ylagan bo'lardik. Inson sifatida to'g'risi. Naq o'zga sayyoralar biror narsa tushib qoldi deb o'ylagan bo'lardik. 100% bunga shubha yo'q, ishonavering. Dahshat. Suv chiqishni boshlaymiz. Ketdi. Ishlaydi. Mashalloh. Dahshatimiz bu. Mana o'zinglar ko'rib turibsizlar. Bu mahsulotimiz ishlaydi. Kun bo'yi zaryad olgan. Endi bir yarim kun oldi xolos. Bu masalan kun bo'yi 7-8 soat bo'lsa menimcha ham yaxshiroq ishlaydi degan bilmadim. Lekin menimcha bunga holat shunaqa ishlaydi. Zo'r. Olib ishlasiz bo'lar ekan. Qillar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Menga yordam bo'ladi. Kattaga rahmat.